Bugun sizlar bilan biz insoniyatga yaxshi ma'lum bo'lgan tabiiy resurslarning eng muhim bo'lgan, ya'ni mineral resurslar haqida gaplashamiz. Mineral resurslarning paydo bo'lishi bu demak insoniyatga yaxshi ma'lum bo'lgan uzoq davrlar mobaynida hosil bo'luvchi tabiiy boyliklar guruhiga kiradi. Endi mineral resurslarning hosil bo'lishiga ko'ra ularni biz 3 guruhga ajratamiz. Ya'ni yoqilg'i, demak rudali va noruda tabiiy boyliklarga ajratishimiz mumkin hisoblanadi. Endi yoqilg'i boyliklari bu hosil bo'lishi nima bilan bog'liq? Endi yoqilg'i boyliklariga asosan biz nimalarni kiritamiz? Yoqilg'i boyliklariga neft, gaz, torf, slonez kabi turlari mavjud hisoblanadi. Endi bu boyliklarning hosil bo'lishi bevosita demak tabiatda bo'ladigan tabiiy jarayonlar natijasida hosil bo'ladi. Endi ularning tarqalishi ko'proq yoqilg'i boyliklarini biz tekstik hududlarda uchratamiz. Mana misol uchun torfga to'xtaladigan bo'lsak, torf o'simlik qoldiqlaridan demak botqoqliklarda hosil bo'lish tabiiy boylik hisoblanadi. Demak biz uni tundra, tayga, nam ekvatorial o'rmonlarda biz torf degan narsani uchratishimiz mumkin. Tarqalish hududi farq qiluvchi hudud hisoblanadi. Endi ko'mir ikkiga bo'linadi: tosh ko'mir va qo'ng'ir ko'mir. Tosh ko'mir qattiq yonganda ko'p issiqlik hosil qiladi. Qo'ng'ir ko'mirning issiqlik koeffitsiyenti juda past, 0.45 tosh ko'mirniki 1 ga teng. Bizda O'zbekistonda asosiy ko'mir koni bu Ohangaron havzasidagi qo'ng'ir ko'mir koni hisoblanadi. Bizdagi ko'mirning nisbatan sifati pastroq hisoblanadi. Neft va tabiiy gaz bugungi kundagi yoqilg'i boyliklarining asosiy qismini tashkil qiladi. Neft va tabiiy gaz asosan demak dengiz sayozliklarida ko'p uchraydi. Neft va tabiiy gazni biz ko'proq alohida e'tibor berib o'tib ketamiz. Savollarimizda juda ko'p takrorlangan hisoblanadi. Neft va tabiiy gazni biz ko'proq qayerda uchratamiz degan savolimizga demak dengiz sayozliklarida ko'proq uchratamiz. Neft va tabiiy gaz qayerda qazib olinmaydi degan savol keladigan bo'lsa, neft va tabiiy gaz Antarktida hududlaridan qazib olinmaydigan hududlar hisoblanadi. Demak, yoqilg'i boyliklarimizning asosiy qismi shulardan iborat hisoblanadi. Endi rudali mineral boyliklar. Rudali mineral boyliklarning asosiy qismi demak bu temir rudasi va rangli metallurgiyaga bo'linadi. Endi ko'proq polimetal ko'rinishda uchraladi. Rudali foydali qazmaning asosiy xususiyati uni qayta ishlashga to'g'ri keladi. Noruda mineral boyliklarimizga osh tuzi, magniy, kaliy, kalsiy kabilar kiradi. Endi noruda bilan rudalining asosiy farqi nimada desangiz, rudali qayta ishlanadi, norudani tabiiy holatda ishlatishimiz mumkin. Endi bizga yaxshi ma'lum bo'lgan juda ko'p testlarimizda chalg'ituvchi xususiyati, ya'ni qurilish materiallari qaysi biriga kiradi? Qurilish materiallar bu aynan noruda foydali qazilmalar turiga kirar ekan. Endi biz o'sha tarqalgan hududlarni alohida o'rganib chiqamiz. Endi attestatsiyamizda eng ko'p tushadigan savollarimizdan biri bo'lgan, alohida e'tibor berib o'tib ketamiz. Mineral resurslarning tarqalish areali bor. Ya'ni o'shalarning foydali qazilmaning demak shartli belgilari mavjud. O'sha shartli belgilarni yaxshilab yodlab olsak, bizda attestatsiya testlarimiz juda ko'p tushadigan savollardan biri hisoblanadi. Mana shu shartli belgilarni tuzilishi va boshqa xususiyatiga ko'ra yodlab olishimiz kerak. Har biri o'ziga xos xususiyatga ega hisoblanadi. Endi mineral resurslarning ham tarqalishining o'ziga xos hududlari mavjud hisoblanadi. Biz uni hududlarga bo'lib alohida o'rganib chiqishimiz mumkin hisoblanar ekan. Neft va gazga boy mintaqalar mavjud hisoblanadi. Ya'ni neft va gazga qayerlarda ko'proq uchratamiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, neft va tabiiy gazni mana bu yerda Fors ko'rfazidan boshlanib to g'arbiy Sibirgacha bo'lgan hududlarda taxminlarga ko'ra neft belbog'i deb ataladi. Yoki mana janubiy sharqiy Osiyo hududlari bor. Bu yerda Myanma degan davlatdan boshlanadi to Indoneziyagacha ularni biz qalay belbog'i deb ataymiz. Demak, tarqalgan areali bir-biridan mana shunday farq qiladi. Yoki mana bu yerda Janubiy Amerikada o'zi Ant degan tog' bor. Ant so'zining ham ma'nosi aynan o'zi mis degan ma'noni bildiradi.
Peru, Chili hududlari aynan mana shu misga boy hududlar hisoblanadi. Foydali qazilmalarning aynan mana shunday tarqalishi demak kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Endi bugungi kunda demak davlatlar jihatidan o'rganadigan bo'lsak, foydali qazilmalar aynan qaysi hududlarda qanday foydali qazilmalarga boy deydigan savollar ham tug'ilishi tabiiy. Endi hududi katta bo'lgan Rossiya, Xitoy yoki mana bu yerda Avstraliya, Kanada, AQSh kabi hududlarda, ya'ni hududi yirik bo'lgan davlatlarning deyarli barchasi foydali qazilmaga boy. Mana misol uchun Braziliya. Hududlari kichik bo'lgan davlatlarda mineral boyliklar deyarli uchramaydi. Misol uchun Vatikan bor, Singapur bor, Malta bor, Maldiv bor, Andorra bor kabi davlatlar foydali qazilmaga deyarli boy emas. Endi foydali qazilmalar har bir hududda har xil tarqalgan. Misol uchun Marokash fosforitga boy yoki mana bu biz ko'rib o'tgan Fors qo'ltig'i neft va gazga, mana bu hududlar demak qalayga boy hisoblanadi. Endi jar misol uchun turli xil foydali qazilmalarga boy tosh ko'mir konining yirik havzalarini uchratishimiz mumkin hisoblanar ekan. Endi foydali qazilmalarning tarqalish areali mana shunday xususiyatga ega hisoblanadi. Dunyodagi istalgan davlatni demak kredit olish deysizmi, boshqa deysizmi yoki boshqa davlatlarning unga nisbatan qiziqishining ortib borishi aynan nimaga bog'liq desangiz, o'sha foydali qazilmalar ularning tarqalishiga bog'liq hisoblanadi. Mana biz yaxshi bilgan Yaqin Sharq davlatlari, Suriya, Iroq, Fors qo'ltig'i davlatlari deysizlarmi, deyarli barchasining aynan foydali qazilmaga boy ekanligi bugungi kunda bu davlatlarga bo'lgan qiziqishni yanada oshirib borayotgan hisoblanadi. Demak, insoniyatga mineral resurslar juda muhim ahamiyatga ega. Mineral resurslarning yana bir xususiyati borki, ular tugagandan keyin qayta tiklanmaydigan turlarga mansub hisoblanadi.